Minecraft, lekin meni yuragimga nima bo'ldi? Mana qishloq qanaqasiga turibdi havoda. Asab qilishimiz mumkin. Yo, rostdan aytayapman. What the heck? Bolla bu nima edi? Basharammi qaranglar. Bu narsani qanaqa qilib topishimiz mumkin? Sizlar buni kommentariyada yozib ketinglar va buni biz ikkinchi qismini chiqaramiz. Bolla biz o'tgan safar aynan shu joyda qolib ketgandik, eslasanglar. Aynan bu joyda emas, to'g'rirog'i men 4-yuragini topolmagandim. Men videodan keyin 4-yuragini qanaqa qilib topishdi do'stlarimdan so'radim, surishtirdim va buni topdim. Qanaqa qilib topganimda bo'lsa videoni oxirida aytaman. Keyin bo'ldi. Bu mod meni Telegram kanalimda bo'ladi. Hozirroq shuning uchun Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Bizda keyingi yuragini olish uchun 20 ta almas topish kerak ekan. Bolalar tepada ko'rib turibsizlar. Bo'lmasam biz almas qidiruvchilari bo'lib yo'lga tushib ketamiz. Nimaga sizlar savol berishinglar mumkin? Prezboy, nimaga sizda 4 ta turibdi? 0 ta emas. Chunki men mana yuragini topish vaqtida 4 ta almas ham topib qo'ygandim. Shuning uchun menda hozir 4 ta almas bor. Bo'ldi bola, ko'p gapiraverdik. Endi bo'lsa almas qidirishga tushib ketsak ham bo'ladi. Aynan qayerdan? Aynan ana shu yerdan tushib ketamiz hozir. Tak bo'ldi. Mana shu yerdan biz almas qidirishga tushib ketsaylik bo'ladi menimcha. Ha, bo'ldi. Keyin menga o'tgan qismda bitta bola aytdi: "Brat, agar shaderni o'chirib o'ynasangiz, pastga o'tirgan paytingiz topishingiz osonroq bo'ladi" dedi. Qani buni sinab ko'ramiz hozir. Bo'ldi, bo'lmasa mana shader. Yo, what the heck? Nimaga men shu narsani oldinroq bilmadim? Bu qora nima ekan bo'ldi? Menimcha bu qora ko'mir bo'lsa kerak, chunki boshqa qora qanaqa ruda bor? Kommentariyaga yozib keting. Da bo'ldi. Aytganimda bu qora narsa ko'mir bo'lib chiqdi. Qora narsa ko'mir bo'lib chiqqan bo'lsa, sariq narsa oltin bo'lishi kerak. Bo'ldi, men konga tushishimni bilib o'zim bilan nima yasab olganman? Bilasizlar, mana bunaqa qora ko'mirdan topdilar. Bu fakel bo'ldi. Fakelni mana yerga qo'ysam yo'q bo'lib qoladi bo'ldi o'tgan qismda. Ko'rgansizlar, agar ko'rmagan bo'lsangiz, hozirroq kanalimga o'tib ko'rishinglarni maslahat beraman. Chunki u juda ham qiziq chiqqan. Bo'ldi, biz endi bitta fakellarni olib ishimizni qilaveramiz. Almas juda pastda bo'lsa kerak bo'ldi. Bu sariq narsa temir emas, oltin emas ekan. Qanaqadir savzi. Men savzi deyman-da, shu rudani bo'ldi. Kim shu rudani nima deydi? Kommentariyaga yozib. Yo, bola, bu qanaqa narsa deb o'ylashinglar mumkin. Bu oxirgi olgan yuragim shunaqa. Moblarni menga 100 metr nariroqdan ko'rsatib berar ekan. Eng qizig'i, mana o'sha hamma musor creeper deb yozib ketgan creeper mana shu bo'ladi. Hozir o'lib qolaman. Bola, ko'rdinglarmi? Yana o'lib ketdim. Biz buni hammasini yana boshqatdan boshlashga majburmiz. 20 ta almasni qanaqasiga topaman ekan? Yo, xudoyim. Bola, va nihoyat yarim soatdan keyin men qaranglar nima topdim. O'tirsam ko'k narsa chiqibdi. Bu kamida almas bo'lishi kerak. Da, bola, bu adashmaganinglardek almas. Yaxshi, 6 ta bajarildi, 7 ta bajarildi, 8 ta. Yo, pastga shunday lavaga qulab tushmadim da bo'lgan. Eng azobli narsalarning ichidan biri shu bo'ladi. Voy, yana almas, yaxshi. Yomondan emas, bolalar, boshiga yomon emas. Bitta fakir qo'yib olamiz yana. Mana shu yerda o'zidan bir 8 tagina almas chiqsa zo'r bo'lardi. Menimcha shunga o'xshaydi. 1, 2, yaxshi. 3. Yo, bitta 3 tadan ko'p edi-ku, qanaqasiga? Bak bo'ldim yoki bolalar, amal. Bolalar, biz yanada pastroqga tushmasak, bizga almas topish orzu bo'lib qoladi. Ana yana almas, yaxshi. Bu buruncha juda ham yaxshi ekan, bolalar, burunchaning juda ham katta foydasi bor ekan. Bolalar, men mana yana almas topdim. Keyin bolalar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, hozirroq kommentariyaga sizlarga qaysi mashina yoqishini yozib ketinglar. Keyingi videoda qaysi mashinani fanatlari ko'pligini chiqaramiz. Men o'ylayman Mercedes fanatlari ko'proq. Chunki o'zim Mercedes fanatiman bolalar. Yashirmayman sizlardan. Mayli, yana bizga 6 ta almas kerak va biz missiyamizni tugatamiz. Ya'ni topshirig'imizni. Missiya nima degani desanglar, bu topshiriq desa ham bo'laveradi. Bolalar, biz bedrockgacha yetib ketdik. Yo'q.
Yaxshi ham blokim bor ekan. Agar blokim yo'q bo'lganda hozir shu yerda qolib ketardim va video tugardi. Bu yerda ham menimcha atigi ikkitagina almas, lekin narigi tomonda sal ko'pga o'xshab ko'rinyapti-yo. Adashmasam bu yerda ham ikkita bolalar. Yana biz keyin ikkita almas qayerdan topamiz? Shu yerda kamida 4 ta chiqib berganda zo'r bo'lardi, lekin 4 ta emas bolalar. Bu yomon degani. Bu albatta yomon degani. Vo, mana. Bu yerda bittami bolalar? Yo'q, ikkita bo'lish kerak hamida. Yo'q, ikkitadan ham ko'proq menimcha. Mana bolalar, oxirgi almazim olaman va keyingi yurakni o'zimga olaman. Va nihoyat bolalar, yes. Bizga almazli yurak berdi pastda. Keep your minor helmet that light area around you. Bolalar, qarochi hozir tarjimonga kirib chiqsam, bu bizga mana shunaqa narsa beribdi. Bolalar, bu bilan endi ishimiz yanada yengillashadi. Bu nima desanglar, qaranglar bolalar, kallamda chiroqcha turibdi. Yo'limizni yoritib ketalamiz mana. Aytdim, nimaga bu yerga fakel qo'yib bo'lmayapti desam, sababi shu ekan mana. Qaranglar, qo'ysam yo'q bo'lib qolar. Endi bizga fakellarni ham kerak yo'q. Nima? Keyingi missiya bu 10 ta obsidian sindirish. Bolalar, bizga obsidian sindirish uchun nima kerak bo'ladi? Albatta bu almazli kirka. Almazli kirka yasashimiz uchun bizga kerak bo'ladigan narsalarni hozir yasaymiz sizlar bilan. Versakni qo'yib olamiz. Endi qaranglar bolalar, burnim bilan oyoq kiyaman bir xil. Kallamda bo'lsa katta qizil bir narsa. Bolalar, endi biz obsidian sindirishimiz uchun bizga albatta temir kerak bo'ladi. Shunda sizlar savol berishinglar mumkin. Bu bola to'poymi nimaga temir kerak bo'ladi desanglar, temir bizga paqir uchun kerak bo'ladi. Paqir nimaga kerak bo'ladi? Bu bola to'poymi desanglar, paqir suv olish uchun kerak bo'ladi. Suv nimaga kerak? Bu bola to'poymi desanglar, jonga ham tegasizlar. Shu darajada sizlar to'poy bo'lasizlar. Paqirdagi suvni men albatta lavaga qo'yaman. Lavadan bo'lsa nima hosil bo'ladi, xo'p? Obsidian hosil bo'ladi. Xo'p, biz hozir Discord komandamizda, sizlar ham bizni Discord komandamizga qo'shilib, bizni videolarimizda ishtirok etmoqchi bo'lsanglar, hoziroq kommentariyadagi Telegram kanali orqali Discord komandamizga qo'shilinglar. Bolalar, ketdik endi biz temir qidirishga. Ana o'sha temir chiqibdi bizda. Yomon emas. Ana almazlar ham chiqib kelyapti. Lekin bu almas qidirgan paytim chiqmadi bolalar, asabimga tegib. Bu hamma kommentariyaga almas musor deb yozsin. Mana temirlarimiz ham chiqdi, zo'r. Nimaga men versak qo'ydim, to'payman-da, to'pay. Hali beri bizga 2 ta temir yetmasa kerak paqir yasashga, kamida 3 ta bo'lish kerak paqirga. To'g'rimi, xo'p? To'g'ri. Bo'ldi. Oxirgi temirni qayerdan topsaylik bo'ladi-ya. Bolalar, qarochi men hali ham temir qidirish dardidaman, qaranglar. O'tirsam mana shu pasimda ko'rsatyapti qanaqadir temir. Bu qanaqangi? Yo'q. Moblarni ko'pligini qaranglar, bolalar, bu joy vobshe menga yoqmaydi. Nimaga yoqmasligini sababini bilmoqchi bo'lsanglar, mana shu videoni ko'ringlar. Bo'ldi bolalar, ko'rib kelgan bo'lsanglar, nimaga yoqmasligini tushungandirsizlar bolalar. Bo'ldi, menga endi yetarlicha temir yig'ib oldim. Paqir uchun kerakli bo'ladigan temirlarni yig'ib oldim. Endi buni qo'yamiz. Pechkachamizni yasab olamiz. Pechkachamizni bu yerga qo'yamiz. Bo'ldi bolalar, mana shunday temirlarimiz eritib olib, paqirimizni yasab olsak, marra bizniki bo'ladi. Keyingi navbatda lava topishimiz kerak. Bo'ldi, endi biz temirlarimiz erishini kutib o'tiramiz. Bo'ldi, menimcha temirlar, o'tirib klikni bossam bunaqa bo'lishi esimdan chiqib qopti. Uzr, menimcha temirlarimiz eri bo'lgan. Aynan. Bo'pti, endi biz paqirimizni yasab olamiz. Mana paqir, bo'ldi, bizda paqir bor. Endi lava qidirishimiz kerak. Bu juda ham qiyin bo'lsa kerak menimcha. Bo'ldi, mana qaranglar. Bunday yurib kelsam sal pastrog'imda o'z. Yo'q. Ana lava bor ekan, lekin sandiqda ochilik. Almazlar, yaxshi. Bolalar, men yana qanaqadir poyez yo'lga tushib ketdim. Suv, kakraz menga suv kerak edi. Ana paqirim. Okay. Lava ham bor ekan yonida, kakraz hozirmi? Mana buni problema desa bo'ladi. Lekin bu men uchun problema emas. Hozirgi boltdan bilan problema chala ko'payibdi. Tez suvda olib o'zimiz obsidianimizni yasamasak bo'lmaydi menimcha. Bo'ldi bolalar, mana suvda ham oldik. Endi buni qanday qilib qo'ysam obsidianga aylanadi? Bolalar, hozir buni qanday qilib obsidianga
qildiramiz ekan. Yo'q. Ana sanga kerak bo'lsa. Bolla qaranglar, spawn bo'lgan joyimizni sal bu tomondagi g'orda lava bor ekan. Hozir mana skelet ham jonga deydi. Yaxshi tushirib Ye, bu Enderman ekan. Mana buni skelet deb o'ylabman. Bolla biz hozir Endermanni yo'q qilish arafasidamiz va yo'q bo'ldi. Endi esa ana shu skelet menga yoqmayapti-da, bolla. O'sha skeletni ham bir amallab yo'qotib bo'ldi. Bolla mana skeletni ham nihoyat yo'q qildi. Endi suvda qo'ysak bo'ldi. Obsidianga aylanadi. Ketdik. Lekin hamma joy obsidianga aylanmadi nimagadir. Suvda olib to'xtaylar. Boshqatdan qo'yaylik-chi. Yo'q, nimaga mana joyiga tushmayapti? Bu yerdan olsaylik. Yo, baribir ham mana shu joyiga tushmayapti nimagadir. Mayli bolla, nima bo'lsa bo'ldi. Endi biz hamma obsidianlarni olib chiqsaylik bo'ldi. Men o'zi 3 ta obsidianni olib bo'lganman, tepada ko'rishinglar mumkin. Endi qolgan obsidianlarni olib chiqsaylik bo'lgani. Mana bolla oxirgi obsidian qoldi, ya'ni 10-obsidian. Buni olsam missiyamiz tugaydi va menga yangi yuraverish kerak va qanaqadir yuraverdi. Take no full damage. Bu degani bolla tepadan sakrasalik bizni jonimiz ketmasa kerak menimcha. Kelinglar bolla, biz buni sinab ko'ramiz. Hozir men tepadan sakrayman, agar jonimiz ketmasa rostdan ham o'xshaydi, qani? Wow! Rostdan ham jonimiz ketmadi. Demak, bu yuragim ishlabdi bolla. Bolla, bugungi videomiz ming afsuski shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Sababi bo'lsa, bugun juda ham charchaganman. Shu videoga agar sizlar 1000 ta like yig'ib bersanglar, men buni oxirgi, ya'ni 3-qismini chiqaraman. U rostdan ham oxirgi qismi bo'ladi. Biz yanada qanaqangi bir qiziqarli super yuraklar kutib turibdi. Shuning uchun bo'lib bu videoga hoziroq like bosing. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha